Siz ham haligacha shpora va osteoxondrozdan aziyat chekib yuribsizmi? Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Barchangizga assalomu alaykum. Siz bilan shifokor Muhammad Erkinjonovich. Sizda ham pятичный shpora, osteoxondroz yoki bo'g'in og'riqlari, bel og'riqlari va shu kabi og'riqlar bo'lmoqdami? Unday bo'lsa, men sizga bugun top 3 ta yoki top 5 ta yechimda aytib o'taman. Birinchi aytadigan narsam bu oddiy va arzon narsa bo'lib, oddiy menavazin rastvoriga bitta ampula dimidrol, bitta ampula analgin solib aralashtirib 2 soat tindirasiz va shporangizga yoki og'riyotgan yeringizga surtiysiz. Ha, paxtaga chilagan holda shporaga kech payt qo'yib baylab yotsangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi aytadigan narsam, hammamizning uyimizda shot bor. Eski sovet shotlari deydi. Mana ko'rib turibsiz rasmini. Ushbu shotlarga tovonda ishqalash ham juda yaxshi yordam berishini aytib o'tmoqchiman. Ushbu ekranda ko'rib turgan o'simligingiz bu lix o'simligi, ruschasi igir deyiladi. Ushbu lix o'simligini tomirini bitta ruchkaga kesib olasiz. Stakonga maydalab to'g'rab solasiz. Ustiga qaynagan suv qo'yib 20 minutdan 25 minutgacha damlab qo'yasiz og'zini yopib. Tayyor bo'lgan damlamani bir stakandan kuniga bir mahal ertalab uyg'onib ovqatdan 20 minut oldin ichiladi. 3 kundan ziyod ichish mumkin emas. Ushbu lix o'simlikdan tayyor bo'ladigan damlama inson organizmi oshli tuzlarni eritadi va shporani, og'riqlarni kamaytirishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Qaytgancha azizlar, ushbu lix o'simligidan tayyorlanadigan damlamani 3 kundan ziyod ichish mumkin emas. Sababi 3 kundan ziyod ichsangiz organizmga kerakli tuzlarni ham siydik yo'li orqali olib chiqib ketishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu lix o'simligini buyragida toshi bor insonlar ham ichishi taqiqlanadi. Buyrak tuzlarini ham juda zo'r eritadi. Agar sizda lix o'simligini topishga sharoit bo'lmasa, oddiy dumbulni populdirigidan ham foydalansangiz bo'ladi. Dumbulni populdiriga organizm orqali tuzlarni eritadi, buyrak tuzlarini eritadi va shporani og'rig'ini pasaytiradi. Osteoxondroz yumshashiga yordam beradi. Uni ham bir chaksa olib, bir stakonga solib va ustidan qaynagan suv qo'yib, uni ham dimlab, xona haroratiga keltirgandan keyin bir stakandan kuniga bir mahal 3 kungacha yoki 5 kungacha ichsangiz bo'ladi. Faqat dumbuldir populdirigi zarari lixga nisbatan kamroq. Agar siz lix o'simligini ishlatib ko'rdingiz, tovoningizga travmatolog bilan maslahat qilgan holda Novocain ukolini yoki blokada ukollar olib ko'rdingiz. Shunda ham yordam bermasa, yagona yo'li operatsiya yo'li qolgan bo'lishi mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, video ostiga like bosing va siz ham osteoxondrozdan yoki shporadan uy sharoitida qanday xalos bo'lganingizni kommentariyada yozib keting. Sababi sizni yozgan kommentariyangiz biror xil obunachimizga shifo bo'lish ehtimoli yo'q emas. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stingizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad Erkinjonovich bo'ldi. Yana qaysi mavzuda video qilishimiz sizga bog'liq bo'lishini unutmang.